Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Ancha bir 3 yilcha oldin bitta Instagramda video qo'ygandik bo'yinni qirsillatish haqida. Ya'ni qirsillatish xavflimi, ya'ni xavfsizmi, qanaqa yomon taraflari bor? Shu haqida ikki og'iz gapirmoqchiman. Chunki o'sha videoni kommentariyalarga bir ikkita manualni terapevtlar yozgan. Bu noto'g'ri uydirma degan narsani. Hech narsa uydirma emas, o'zimni praktikamdan kelib chiqib gapirganman bu yerda. Ya'ni nima bo'lgan? Bittasi manual terapevtga borgan, bo'ynini qirsillatgan, nima qilgan? Qo'l oyog'i umuman ishlamay qolgan. Unda keyin MRT qilishgan. MRT qilganda bo'yinda orqa miyada o'sma bo'lgan. Imini bo'yinni qirsillatgan vaqtida kanal torayadi. O'sha vaqtida bitta siqib qo'yib yuborgan orqa miyani, qo'l oyoq ishlamay qolgan. Keyin ishlab ketgan qo'l oyoqlari, baribir o'zini 100% orqa holatiga qaytmagan. Ya'ni agar sizni umurtqangizda ham xulosada yozib beradi, grija bor uncha millimetr, buncha millimetr deb. Bu stenoz degan narsa bor, umurtqani kanalini torayishi. Buni vrachlarning o'zi biladi. Ba'zi vrachlar bilmasligi mumkin. Ya'ni bu sohadan tashqarida bo'lganlar. Umuman manual terapevtlar, tabiblar buni umuman aniq ayta olaman. Stenoz haqida, orqa miyani qanchalik ezib turibdi, millimaliatsiya degan narsalarni umuman tushunmaydi. O'shuning uchun ham manual terapevtga borishdan oldin o'zingizda bitta ko'ra olish kerak. Manual terapevt kimgadir yordam bergan bo'lsa, sizga ham yordam beradi degani emas. Sizda bo'yningizda og'riq bo'ldi degani, qo'lda og'riq bo'ldi degani, sizda qanaqa muammo ketayotganini ichkarida bilmasdan turib manual terapevtga borish o'zingizni sog'lig'ingizni ko'r-ko'rona kimdir ixtiyoriga topshirish bilan bir xil. Ya'ni o'sha bu uydirma deganlarga bu javob uydirma emas. Bunaqa holatlarni rosa ko'pini ko'rganman. Manual terapevtga borib umuman bo'ynini ko'tara olmay qolgan. Chunki umurtqasida nestabilность bo'lgan, bo'yinda qirsillatgan vaqtida nestabilность, ya'ni umurtqani siljish kuchayib ketgan. Bu birga ishlaydigan, bitta klinikada ishlaydigan bitta vrachda bo'lgan narsa. 3 oy varatnikda yurib, zo'rg'a o'zini tiklagan. Yana bitta misol, borgan bo'ynini uraman degan, urib davolayman deganda urib bo'ynini atsistotrostik deydi. Bo'yningizni orqasini ushlasangiz suyak his qilasiz. O'sha suyakni sindirib yuborgan urganda. Uni sinish uchun bilasizmi qanaqa kuchli udar bilan urish kerak. Yaxshi boshqa nevrologik muammo bo'lmagan bemorda o'zi unday bo'yinda grijasi bo'lgan. Uni davolataman deb boshqa muammo orttirib olgan. Bu hech qanaqa uydirma emas. Manual terapevtlarning hammasini men yomonlamoqchi emasman. Yaxshilari ham bor. Ya'ni MRTni o'qishni biladigan. Agar MRTni ko'rganda muammoli narsa bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri vrachga jo'natadi. Maslahatim mana shunaqa uydirma, bo'lmagan gap deganlarga MRTni o'qishni bilmasangiz, ko'r-ko'rona ish qilmaslik kerak. Bemorda sizga murojaat qilib borgan insonning sog'lig'ini sizga ishonyaptimi? Siz unga tavakkal qilishga haqqingiz yo'q. Shuning uchun ham MRTda aniq ko'rish kerak. Kimdadir manual terapevtga borganda bo'yinni qirsillatganda yordam berdi degani sizga ham yordam beradi degani emas u.